Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 63 soniga hoş geldinglar. Bugun biz Aqtashlik kitob va boshqalar degan tema ustida doktor Cumhur raisimiz Mamtun Nalo afandim bilan suhbat quramiz. Bu suhbatimizga hoş geldingiz. Hoş bulduk. Rahmat. Biz chekayotgan barliq riyozatlarimiz egilik huquqimizning, mustaqilligimizning qo'limizda bo'lmagani uchun bugundan boshlab biz Sharqiy Turkiston azaldan Xitoyning bir partiyasi bo'lgan emas va mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirish birdan-bir chiqish yo'limiz degan Aqtashlik kitob to'g'riliq suhbatimizga kirishimiz. Cumhur raisimiz Mamtun Nalo afandim kitobimizni bo'laklarga bo'lib, yig'inchaqlab tushuntirib chiqdi. Ulug' egam katta ajrni bergay. Har qanday bir kitob ma'lum maqsad yoziladi. To'limi iftixor bilan ushbu kitobimizning eng beshidagi beg'ishlimasiga ko'z yugurtib chiqaylik. Ushbu Aqtashlik kitob uni o'chirilgan va necha 10 yillab mustamlika, ishg'oliyat hamda irqiy qirg'inchilikka uchragan Sharqiy Turkistonliklarning jasoratiga egilmas ro'yiga bag'ishlangan deyilgan. Shu egilik huquqimiz uchun shahid bo'lganlar va ig'ir adolatsizlikda erkinligi, izzat hurmati va mustaqillik uchun kurash qilganlar hammamizni rag'batlantirdi va ularning bosh ustimizda o'rni bordir deyilgan yana. Oxirida Sharqiy Turkiston sirgin hukumatining Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasi mustahkam hamda davlatimizning xalqaro o'ziga mos to'g'ri o'rin egallashiga kafolatlik qiladi deyilgan va shunday xulosalangan. Yuqoridagi qodlardan Aqtashlik kitobimizning nima vazdan yozilgani aniq bo'ldi deb o'ylaymiz. Xo'sh, Mamtun Nalo afandim Aqtashlik kitob degan nima? Uni e'lon qilishning nima zarurati bor degan savolga javob bergan bo'lsangiz, marhamat. Aslında o sizin düşündürüşünüz, benim yana qayta sözleşim gibi imkan kaldığımdan, şunda bolsunmu men azırak qo'shimcha qilay, nihoyatda fasohat bir düşündürüş oldu. Mening so'zlamoqchi bo'ldim, faqatla qistirma. Aqtashlik kitob deganimiz demokratik ellardagi hukumatlar va cho'ng shirkatlar, korxonalar ma'lum bir qaralda e'lon qiladigan o'ziniki dokladlarını ko'rsatdi. Bu dokladlarda cho'ng murakkab masalalar o'tirg'i qo'yildi, oxir ko'rinish berildi, analiz qilindi va uningga qarta ma'lum bir hal qilish chorasi o'tirib qo'yildi. Bizningki Aqtashlik kitobimiz shunday. Albatta bu Aqtashlik kitob Amerika qatorli g'arb davlatlarida nihoyatda muhim bir hujjatlik rol o'ynagan bilan Xitoydek hokim mutlaq davlatlarmi pat-pat Aqtashlik kitoblarni o'tirib qo'yapti. Aqtashlik kitobninki g'arb davlatlaridagi muhim bir alaylik uning demokratiya jarayonining bir parchasi. Ya'ni buningda hukumatlar o'zininki murakkab xalqninki jonijon manfaatiga asoslangan taqishadigan murakkab masalalarni o'tirg'i qo'ydi, uni analiz qiladi va u haqda o'zininki pozitsiyasini, tutumini va maydonini bildirdi. Ammo qiziq yeri, muhim bir yeri uningda yana jamoatning fikri talab qilinadi. Jamoat fikr bahs bo'ladi kitoblarga. Ammo Xitoy qatorli hokim mutlaq davlatlarmi Aqtashlik kitob e'lon qilgan bilan ommaning fikrini ilik olmaydi. Hatto fikr berguvchilar jazolandi buningda. Bu cho'ng tubga bizningki Aqtashlik kitobimizmi g'arbninki demokratik o'lcham bo'yicha yozilgan deyishga bo'ladi, e'lon qilingan deyishga bo'ladi. Endi bu Aqtashlik kitobimizmi dal bizningki mavjud siyosiy mavjudning eng asosli bo'lgan, ya'ni bizningki abadsiz deb o'tgan birinchisi ikki cho'ng masalani o'tirib qo'ydik biz Aqtashlik kitobda. Birinchisi bizningki Xitoyninki yolg'oniga bo'lgan, ya'ni Xitoyninki bizga deb kelayotgan Sharqiy Turkiston degan bir narsa yo'q. Xinjiang azaldan Xitoyninki qadimdan tortib bir parcha bo'lib kelgan degan g'oyat zo'r tarixiy xarakterlik bir yolg'oniga bo'lgan bir javob. Ya'ni mush masalani chiqish qilib turib, biz tarixini cho'nqirlab, ichkirilab kirib, zodi ingliz tilida Sharqiy Turkiston tarix haqida yozilgan har qanday bir rasmni, xaritani va tarixiy kitobni olib qo'ymay, hammani degidek tekshirib qidirib chiqish orqali mukammal va o'zimizningki siyosiy maydonimizni ifodalaydigan va Xitoyninki mushu yolg'oniga qarshi turadigan hujjat xarakterli bir kitobni o'tirib chiqardik. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi, xuddi Aqtashlik kitoblar dedim-ku Abay. Murakkab bir masala o'tirib qo'ydi va uningga hal qilish chorasini berdi dedi. Bizning bergan choramiz nima desa, mustaqilligimizni asliga keltirish,
bizdinki birdan-bir siyosiy chiqish yo'limiz degan bu bizdinki ABQ Xitoyning yaqiniga va bizdinki Sharq Turkistonninki kelgusiga beradigan javobimiz va bizningki maydonimizni aks ettirdi. Yig'ib aytgan vaqtida bizning aqtash kitobimiz amaliyotda Sharq Turkistonninki Xitoy ishg'oliyatiga tushgan 1949 tushgandan beri material manbasi eng mo'l bo'lgan, tarixi eng kuchli bo'lgan va bizningki kelgusidagi kurashlarimizga yetakchi qilishdagi eng ishonchli qoral bir kitoblik va hujjatlik rolni o'ynaydi. Buningdan biz albatta Sharq Turkiston sürgün hukumati nomidan mush kitobning chiqishiga turklik rol o'ynagan va ochqishliq xizmatlarni qilgan bizning Salih Xudoyar apandimga rahmatimizni bildiramiz. Bu ham barliq Sharq Turkistonliklar xo'shallanadigan va faxrlanadigan bir ilmiy bir hasilat deyishga bo'ladi. Bu savolingizga javobim tugadi. Rahmat. Bu kitobga bizningki sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Osmon apandim nihoyat go'zal bir kirish so'z yozib bergan. Bu to'g'risida bir yig'inchaqlab so'zlab bersangiz. Asli bu aqtashli kitob G'ulom Osmon apandim Cumhur rais bo'l vaqtida planlangan cho'ng bir projelarning birisi. Turli sabablar bilan bu kitobninki e'lon qilinishi mening davrimga kelib qoldi. Ammo tuhfa ularga mansub. Bu birinchisi. Shu sababdan G'ulom Osmon apandim bu kitobga nihoyat go'zal va bu kitobninki barliq xarakteri va ruhini mujassamlashtiradigan chiroyli bir kirish so'z yozgan. Bu kirish so'zda bir necha ochiq nuqtalar bor men so'zlab o'tadigan. Birinchisi hammamizda bor, Sharq Turkistonlik hammamizda bor bo'lgan intayin cho'nqur bir qaymoqo'sh va qo'rqinch. Ya'ni bu qo'rqinchni biz mavjud qo'rqinchi desak bo'ladi. Ya'ni 1,8 milliondan iborat shunday g'oyat zo'r bir zimin qandoqlarcha dunyoninki diqqatining sirtida qoladi. Bu yerdagi sir nada? Bu savol G'ulom Osmon apandim bu kirish so'zida bu savoldan boshlab buningga Xitoyninki ikki cho'ng tarixiy yolg'onchiligini o'ttirib qo'ydi. Birinchisi men abay deb o'tib ketdim. Sharq Turkiston emas, balki atalmish Şinjan azaldan Xitoyning bir qismi deb sapsata bu. İkincisi şu degan vaqtida Sharq Turkiston xalqi azaldan Junxo millatlarining bir qismi degan gap bor. Endi men bu yerda bu kirishsel chiqib turib, sel chatnayma bu temadan. Bizningki Sharq Turkistonning tarixida ikki cho'ng masala bor. Birinchisi zimin masalasi, ikkinchisi ziminning egis masalasi. Xitoylar ziminni o'zining deydi, ziminninki Sharq Turkiston xalqi bo'lgan xalqini o'zining deydi. Kitobda, aqtash kitobda boshdan oxir rad qilingan ikki narsa bu ziminmi sening emas, uningda yashagan xalqmi sendan emas deydi. Buni oddiy misol keltirsak, bu uy bilan uyda o'ltag'ichi. Bu uy besivlangan uy. Besivag'ichilik kelib deydiki, bu uy bizning ota-bobolarimizdan qolgan uy, sen bu uyga kelgundi deydi. Bu yerda uyning o'zimi, ya'ni mulk huquqi besivag'ichilik tarafidan mening deyiladi. Hem onun da o'ltag'ichimi kelgundi hatta mehmon sifatida besivag'ichi u yerda sahibxon, u yerdagi asli egisi, u yerda mehmon hatta kelgundilab qo'g'lab chiqilish yoki yo'qotilish xavfiga duch keladi. Oddiy desak. Mushundaq masalani qanday hal qilish kerak? Mayli G'ulom Osmon apandimning kirish so'z deyilgan gaplarda bo'lsin, mayli butun aqtash kitobning asosiy muqomida bo'lsin, bu ikki safsata abay deganimdek qilindi. Ya'ni uy. Turkistonning zemini azaldan Hindu Yevropaliklarninki ajdodlari o'ltirashgan va Turkiy millatidan bo'lgan Uyg'urlar va boshqa millatlarninki qo'shilishdan tarkib topgan g'oyat zo'r bir tarixiy jarayonning mahsuloti. Bu yerda hech zamon Xitoy deydigan bir atalg'u yo'q. Uning o'zidan biz jiqtab ketamiz-ku, Şinjan degan gapning o'zini analiz qilsak, Xitoycha analiz qilsak, bu yangi zamin bo'ladi. O yangi zamin bo'ladi ekan, bu yerda Xitoylar yangi bo'ladi yoki kelgunda Xitoy kelgunda. To'g'ri. Endi Uyg'urlarninki, ya'ni Sharq Turkistondagi yashayotgan Uyg'ur qatorliq boshqa Turkiy xalqlarninki tegi Hind Yevropaliklar, oq tanliklar kirdi. Bu yerda Turkiy qonliqlarmi bor? Bu degan gap oq tanliklar bilan oq tanlik va boshqa nurg'unlagan irqiy, kultural va
tabiiy like qabilaviy va boshqa nurg'unlagan xalqlarni birlashtirib Sharq Turkiston xalqi deydigan bir hozirgi zamon bir xalqni qurib chiqqan. Bu uzoq zamonlarda, necha ming yillarda, masalan, biz Turg'un Almasninki Uyg'urlar degan asarda qarasak 8000 yildan ortiq tarixga bog'laydi. Hatto uning bir izib aytishga bo'ladigan ashundoq dabdabalik so'zlardanmi Sharq Turkistonning tarixini kimning kelganligi bu zaminninki intayin inib o'tirib qo'ydi. Bu yerda Xitoy deydigan bir millat yo'q. Xitoy degan bir qo'shilma millat, yaqinqi millat, Xitoyning degan atalg'ini o'tirib qo'yilganimi 100 yildan ortiq yoki kam bo'ldiki, undan ortiq bo'lmaydi. Xitoy degan millat yo'q u chaqda. To'g'ri. Shunga butunlay bu Xitoyninki ikki cho'ng yolg'onchilik orqali o'tirg'a keltirayotgan bir nuqta. Hamda yana bir nuqta o'tirib to'xtalaydi men. Bu yerda tarix to'g'risida bir ozroq to'xtalish ketadi. Chunki Aqtash kitobimizningki 60-70% tarixga bag'ishlangan. Tarix orqali bizningki mustaqilligimiz jazmlashtirilgan va isbotlangan. Uyninki nada ekanligi va u uygisin kim ekanligi ikki nuqta intayin uzoq bo'lgan tarixiy jarayonlar orqali isbotlangan. Ana nima uchun bu qadar tarixga murojaat qilishga to'g'ri keladi? Ya'ni biz tarixni bilamiz, ammo tarixninki bir davlat yoki bir kulturda nima bir ma'nosi borligini ko'p hollarda buni tarix kultural shunosligi deb atashgan bo'ladi. Ko'p hollarda buni o'ylashmaymiz. Tarix masalan bir millatninki hayotida intayin muhim o'rin turadi. Bizning tariximizdagi ochiq bir haqiqat shuki, bizning tariximizdagi eng muhim qismlari, qadimgi qismlari yozilmaganligi. O'zimiz tarafidan yozilmaganligi uchun bizni besvaganlarning tarixi bu yerda bizni besvag'ishlar tarafidan bizga qarshi nurg'un qatam ishlatildi. O'ydirib chiqar. Masalan, deylik, tarix Xitoylar uchun Xitoylarninki tüpki bo'lgan ajdodiga cho'qinish ideyasiga singib ketgan. Ammo bizninkida yozilganlari ko'p yozilmasimi, ammo Xitoyning tarix yozilganini biz bilan kelayman. Xitoyniki şeyda Xitoyning tarix yozgan vaqtida Xitoy o'zining ajdodlarini, podshohlarini ulug'lash orqali yasalma tarix yasab chiqib, ularninki ulug'lash maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Bizninkida cho'q degan vaqtda bizninkida tarix o'zimizniki ulug'larimizda, qahramonlarimizni yaratish istikida bo'lgan, ko'proq og'zaki bo'lgan. Ammo Xitoyniki mayli Simachenning tarixlari qarayli, mayli Xitoyning sayyohlarining tarixlari ko'pincha ko'ptirilgan yolg'on tarixni bayqaymiz. Uning ustiga Xitoy tarixchilarida mayli atalmış g'arbiy yurt degan, buni g'arbiy yurtda bizningki Aqtash kitobda g'arbdagi davlatlar deb tarjima qilishga bo'ladi deb fransiyalik bir qarashgan gapini tilga ilib oladi. Yoki shimoldagi millatlar bo'lsin, Xitoyga, ya'ni Sadijinning sirtidagi millatlarning hammasiga intayin dushmanlarcha muomalada bo'ladi. Hattoki bu millatlarningki atalishini Xitoylar hayvonlarni ataydigan yan bilaklar bo'yicha ataydi. Masalan, Dila deymiz yoki Vulla deymiz, boshqalar bo'lsin, hammasi bir o'chmanlik bor. Hammasida Xitoyningki qon qiniga singib ketgan şovinizmni o'tirib qo'ydi. To'g'ri. Necha ming yildan beri bizga bo'lgan bir dushmanlik Xitoyning tarixida chiqadi. Biznikida bo'lgan vaqtda cho'q degan vaqtda biznikidagi tarix garchi oz yozilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoydan keyin, ya'ni 49 dan keyin Xitoylar tarafidan vayron qilinadi. Balre. Oxirsida biz g'oyat zo'r darajadagi shu chet eldagi tarixchilarningki, masalan, ingliz tillik bo'lsin, rus tilliklar bo'lsin, arab va farsi tilliklar bo'lsin, qatorliq tarix Herodotdan tortib, qadimgi Grekninki tarix otasi Herodotdan tortib va boshqalarning tarixlarini bu kitobda tafsiliy ilish orqali Xitoyning safsatalariga birma-bir zarba berib mangamiz. Shuning uchun bu bir xil bizningki mayatda Xitoylar bilan bo'lgan mujodilamizningki eng jonliq va eng murakkab bir qismi tarix sohasiga markazlashgan. Chunki Xitoyning Sharqi Turkistonni o'zining yoki uyini o'zining qililish uchun yasab chiqqan tarix, yolg'on tarixlarni qarashtirish uchun biz
özümüzün rast tarixini o'ttirg'i chiqarishimiz va bu rast tarix o'zimizda yezilmay qolgan bo'lsa, buni boshqa millatlarning ishdan chiqib turib, boshqa millatlarning yozgan toki Herodotdan tortib, toki hozirgacha yezilayotgan tarixlar chiqib turib, yezishga duch majbur bo'lamiz-da. Shuning uchun bu kitobda tarixga qarta g'oyat zo'r darajadagi bir izlanish bor bu yerda. Bu bizningki tarix ilmiga bo'lgan qarshimizdan kelib chiqadi. Anadan keyin tarix ilmining yana bir nuqtasi shuki, o'zininki o'tmishiga emas, kelgusiga ishongan millatlar tarix yaratadi. Ya'ni kelgusida o'zininki mavjud bo'lib turadiganligi va davr suradiganligiga ishongan millatlar tarix yozdi. Biznikida ham shundoq. Biznikida bu garchi bizda tarixshunoslar u qadar ko'p chiqmagan bo'lsa-mu, ammo bizdan yaqinda chiqqan tarixshunoslarimizning ko'pinchisiniki bo'lgan samaralik emgaklarining muhim bir qismi kelgusiga nisbatan ishonch turg'izish. O'zininki o'tmishdan faxrlanmaydigan bir millatning o'zidanki tarixda faxrlanmaydigan bir millatninki kelgusi ko'pincha hollarda ishonchga to'lgan bo'lmaydi. To'g'ri deysiz. Endi oxirgi bir gapim, Aqtash kitobning bu maqtashlarining ichidagi bir muhim nuqta, bir biz qilmagan kelgusida qilinmoqchi bo'lgan bir nuqtamiz. 1949dan keyingi tarix, bularımızın mustablik tariximiz intayin murakkab. Gerçi Aqtash kitobimizda biz amalba shu 49dan keyin Xitoylarninki mustamlikka qarshi chiqqan va keyin o'ldirilgan Xitoyning o'zi e'tirof qilgan 120 mingdan ortiq qahramonlarimizning tarixini va undan keyin 54-yili Wang Dinning o'zi e'tirof qilgan 30 mingdek son va undan keyin ta hozircha o'ldirilib kelayotgan Xitoyning mustamlikasiga va bostirishiga qarshi izchil bir kurash bor bu yerda. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyningki intayin ustunlikla olib borgan Sharq Turkiston xalqini vayron qilishda olib borgan nurg'unlagan siyosatlari, kompaniyalari va nurg'unlagan harakatlar bor. Bularning hammani bir xil tarixshunoslik nuqtasidan intayin inchik tahlil qiladigan, analiz qiladigan va yozadigan bir ish ketadi. Buningda kitobimizda faqat buningga nisbatan xuddi rassomning nimasiga azroq shaklni masalan bir odamning suratining shaklini g'uva chiqirmizgo, uniki asosda uni rang berish orqali va qayta sizish orqali aniqlanadi. Bu kelgusida biz qiladigan ishlarni bilsa. Hamda bizningki bu intayin muhim bir tarixiy bir ishimiz bo'ldi. Bunda deyishimning sababi mushu 78 yillik mustamlika tariximizni nihoyatda inchik yozmay turib, o'zimizning nima uchun bu holga kelib bo'libmi 80 yilda qaysi xil holga keltirilganligimizni tushunligimiz intayin qiyin tushdi. Nihoyat keskin desam 49 dan burungi tarix bir nöri, 49 dan keyingi tarix bir nöri bo'ladigan bir ish chiqdi bu yerda. Shuning uchun men eg'irlikni 49 dan keyingi mustamlika tarixiga va uning ahamiyatiga qo'yaman va buning uchun men yangidan chiqayotgan va hozir bor bo'lgan tarixchilarimizningki bu jihatda intayin muhim bir emgaklarni qilishningki ta'xirsizligini ta'kidlayman. Shunga gapimni yig'sam, kirish so'zimizda G'ulom Osmon apandimningki mushu kitobningki xarakteri haqidagi Xitoyning ikki cho'ng tarixiy yolg'onchiligiga qarta bergan bu yerda bir raddiysidan bu kitobning asosiy xarakterini yo'rtib bergan deyish bo'ldi. So'zim tugadi. Rahmat. Endi bu Xitoylar yolg'on tarixni yasab chiqqandan sirt bizning tarixlarimizni, tarixiy dalillarni yo'qotib mangan, kitoblarimizni ko'ydirib mangan. Bizningki o'zimizni isbotlaydigan tarix dalillarimizni yo'q qilganda ularga foyda bo'ladi. Shunga bir tarafdan yolg'onni yasagan bo'lsa, yana bir tarafdan bizdagi bor dalillarni, isbotlarni ko'ydirib yo'qotib mangan deb qarasak bo'ldi. Hamda bu bizning bugun qilmoqchi bo'lgan suhbatimiz bu kitobning birinchi bo'limi irqiy qirg'inchilik to'g'riliq bo'ldi. Bu kitobni ichib turibman. Buningda Uyg'urlar va boshqa turk millatlarga Sharq Turkistondagi ilib borgan irqiy qirg'inchilik, ya'ni Xitoylarningki oxirgi hal qilish usuli degani, xuddi Gitlerninki, anchadagi natsistlarningki final solution deganiga o'xshashlar bir gap bilan boshlangan ekan. Hamda buningda Shi Jinpingningki Xitoycha deyishga to'g'ri keldi buni, chunki bu gapni agar biz Xitoycha demay
İngiliz tercih qilsak, uning qudrati, uning kuchi, uningki boshqalar tarafdan tushunilishi u darajaga yetmaydi. Chunki Xi Jinping shuni deganki, Chanshaoshugan degan. Bu gapni har qanday tilga tarjima qilsa, shu Xitoychining o'zidek chiqmaydi bu. Chunki bu boshqa madaniyatimi yo'q, boshqa tariximi yo'q, undaq narsani tushunish imkoniyatim yo'q. Xitoyning gapini Xitoyning o'zininki nimasidan. Endi Xitoyningki o'zining gapini o'zining nuqtasidan, o'zining deganidan tushamiz xato bo'ldi deb o'qidim. Rubio o'zininki so'zida shu gapni qildi. Tarjima qilgandan keyin Xitoyning gapining asli ma'nosi qochadi deb. Bo'libmi bizning beshimizga kelgan chaqda bu gap bir ig'iz gap bilanla Uyg'urlarni, Sharqiy Turkistonliklarni Chanshaoshugan qilishing kerak deb bir bekitdi. Undan keyin Hou Liuqing dedi. Zhou Liuqing dedi. Demak bu ikki gapdirlar. Xitoychani bildiganlar tushunadi. Boshqa gapni tarjima qilishning va uni boshqacha sharhlashning o'rni yo'q. Hammani tushungil bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi asli. Xuddi Rubio degandek Xitoyning asli maqsadini tushunish uchun uning asli nima deganini bilishing kerak deb. Uyg'urlarga bizga kelganda bu gapni degan. Hamda nima uchun irqiy qirg'inchilik? Bu qachondan boshlangan? Xitoyning asli maqsadi nima? Degan savollarga siz bir fikr yozib bergan bo'lsangiz, shu Aqtashlik kitobimizni markaz qilgan oldi. Rahmat. Bu Xitoyning irqiy qirg'inchiligi yomon uzoq muddatlik bir qirg'inchilik. Bu abay deganimdek Xitoyning har bir davrda Uyg'urlarni yo'qotish qadam bosqichliq olib borgan, eng oxirisida keng ko'lamlik sistemlashgan, institutlashgan va qabihlashgan shaklda olib borgan bir irqiy qirg'inchilik. Bu abay degandek birsi Uyg'urlarni asli vaslini quritish yoki asli vaslini barbod qilish, ikkinchisi bu barbodlikning vositasi metodi hech qanday rahim shafqat qilmaslik yoki hech qanday bu yerda rahim shafqatga o'rin bo'lmaslik. Jo'y degan gap mutlaq degan gap. Xitoylar jo'y degan gapni jo'ding yoki jo'y degan gapni qo'llangan vaqtda bu yerda hech qanday bir arsaldilikqa, tamtirashga yoki mana desak, savol so'rashga nima qilishga bo'lmaydi. Mutlaq buyruq degan gap. Bo'lapmi Xi Jinpingdan kelgan vaqtida. Hamda hattoki buni men o'zim kichik nurg'a vaqt anglaganman. Xitoylarninki aslidagi maqsadi 49 dan tortib uyni egillash, uy egillarini o'ltirishdi. Ammo Xitoy u vaqtda ojiz bo'lib qolganligi uchun xalqaro Xitoy 3-dunyo ellarininki internasional kommunizmninki yetakchilarining birisidan iborat saxt rolni olayotganligi uchun dunyoga qotillik o'rniga chiqishga petinlanmagan. Ammo qotilligi shu chaqda bordi. Xitoyninki men Qashqardagi ko'chmanlarning orasidagi bir qitimliq voqeada degan bir gapini anglaganim bor, bir o'qigan ismda. Ya'ni 80-yildan boshlaridan tortib Xitoylar Uyg'urlar o'rtasida Qashqarda to'qinish bo'layotgan vaqtda Xitoyninki ko'chmanlar shunda degan. Zaten bularni vayron qildik, hozirlar vayron qilsak bo'lmamdi. Bizga yo'q deyib yo'rin degan gap. Bu degan gap bizga uy kerak, uyninki egillar kerak emas. Zaten buni toki Xitoy iqtisodiy jihatda gullangan, G'arbning kuchi ojizlashgan va dunyoda Xitoyning jumladan islom ellarida Xitoyningki islom ellarini kontrol qilishi, Turkiyani kontrol qilish kuchaygan bir davrda Xitoy bu irqiy qirg'inchilikni oxir Xi Jinpingningki qabih siyosati ostida amalga oshirishmoqchi bo'ldi. Shunga keskin desak, bu irqiy qirg'inchilik 2016, 17, 18, 19 boshlangan yoki elib bilgan yuqurpallik chiqarildi degan gapning hammasi asossiz. Nimishqa 49 dan tortib boshlangan deyishga bo'ladi buni. Bu bir. Ikkinchisi bizning beshimizga kelayotgan bu kitobdagi gapni ozroq deb o'tib ketayman. Kitobda garchi biz irqiy qirg'inchilikning inchki nuqtalarini analiz qilmagan bo'lsak-mu, cho'ng jihatdan biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikqa tushadigan 5 o'lcham o'ttirib qo'yib, shu 5 o'lchamning har bir nuqtasini xulosa xarakterlik yeyishga tirishdik. Biz Birlashgan Davlatlarning
irqiy qirg'inchilikqa bergan ta'bir bo'yicha mangduq demoqchi-ku. Bu orqali Xitoyninki qilayotganining irqiy qirg'inchilik, tipik irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotladik. Bu biz isbotlamasakmi Amerikaninki Kongress tarafidan va boshqa davlatlarninki parlament tarafidan oldin e'tirof qilingan bir haqiqat bu. Garchi bu haqiqat hozir unutilayotgan yoki suyuldirilayotgan bo'lsa-mu, bu shunday bir narsa. Hamda Sharq Turkistonda ilib bo'layotgan bu qirg'inchilikninki chegida hozir bu mening hozirgi qarashlarim bu shunday bir qabih bir usul borki, buningda bu Xitoy tarafidan berilgan, bevosita berilgan, ammo xalqarodagi ba'zi tashkilotlar va kuchlar tarafidan qo'llashga erishilgan bir xil g'oyat zo'r bir qatliam tajribasi deyishdan bo'ladigan bir ish bu. Yana bir nuqtada ilib etgan vaqtida. Ya'ni bunday deyishimning sababi Xitoyninki hozir berayotgan shu g'oyat zo'r darajadagi kuzatish davlati, ya'ni surveillance state deymiz. Bunimi endi siz degan gapni desam, inglizchada surveillance state degan gapni uyg'urcha tarjima qilsak ojizlab ketadi bu gap. Haqiqiy ma'nosini chiqara olmaydi inglizchalik ma'nosi. Bu degan gap kuzatish ostidagi bir davlat degan gap bo'ldi. Bu bizningki ma'laqi 1984 degan kitobdagi biz gap bor, cho'ng aka, cho'ng big brother degandan vaqt xalqni kuzatib turadigan bir nimasi bor deydigan bir atalg'i. Bu atalg'ining chigi Bentham deydigan bir angliyalik bir filosofning bir gapi bor. Pentagon deydigan. Bu Pentagon degan gap bu nimani bu turmini qanday qilgan vaqtda 360 gradus bo'yicha kuzatib turib, turmadagi har bir mahbusning harakatini to'liq ko'rib, ularni kuzatib to'g'ri bo'ladi deydigan bir qarashni o'tirib qo'yib, bularlik ajoyib bir nimani loyilagan turmaning ichine. Yerim chambar nimani loyilab turib, turmani 360 gradus ko'rib turib. Bu kuzatish davlati kuzatish davlatiningki xalqni kuzatishdagi bir xil dastlabki qiyoslari va metodlarning bir shaklda qo'llangan. Keyin ham hozir Xitoyninki Sharqi Turkistonda, keyin Xitoyning boshqa ichki o'lkalarida qo'llangan g'oyat zo'r darajada kuzatish sistemasi. Buningda biz yuz tunish texnikasini deymiz, buningda DNAning elish bor va buningda to'liq aholilarninki va xalqninki har qanday faoliyatini 360 gradus bo'yicha ashpanab ekan degan deyilgan gap bo'yicha kuzatishimiz bor. Bu usul Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ilib berishda ishlatildi va bu usul boshqa davlatlarga ham ishlatilish, kengayish mumkinchiligi bor. Bu gapni deyishimdagi sabab Xitoyning bu Sharq Turkiston olib borgan irqiy qirg'inchilikda qo'llangan metodlarining dunyodagi boshqa rejimlar tarafidan qo'llanish imkoniyati intayin zo'r. Buning orqasida yana bir xalqaroliq bir qora bir plan bor bo'lishi mumkin deb qarayman. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtida mana bu jiq to'xtalmay bu nuqtani, chunki bu jiq to'xtalsak bu bizning temamiz jiq chetlab ketish bo'ladi. Jiqib aytsam, bizningki Xitoy hukumati tarafidan Sharq Turkistonda ilib berilgan bir irqiy qirg'inchilik insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan. Hattoki ba'zilar dedi, bizningki ba'zi ziyolarimiz degan gapi bor-ku, Yahudilarning qatliami u bu degan gap. Unda bo'lmaydi. Yahudilarning qatliyamidanmi halqib ketgan, Yahudilarning qatli qo'llanilmagan, intayin qabih vositalar qo'llanilgan, dunyo tarixida ko'rilib boqmagan bir nim. Uning ustida ko'rilmaganligi shunday bir nimasi borki, bu yerda hozir garchi Yahudi qatliyamidan keyin bu shu jazo lagerlari yoki o'lim lagerlari boshqa davlatlar tarafidan ozod qilingandan keyin bu vaqtda nurg'unlagan davlatlarni eslash qo'zilib, hozir Yahudi qatliyami dunyodagi cho'ng temalarning birisi. Ammo Sharqi Turkistondagi bu hozir qatliyamni qarasak, dunyoda bu Xitoy tarafidan o'chirilish, hatto bo'lmagandek, azalda bunda ish bo'lib boqmagandek, mushundaq bir yo'qotish, Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarni yo'qotish emas, bu yo'qotish xarakterlik bu xil siyosatlarmi Xitoyning hozir dunyoda bozor tepadi. Bu qo'rqinchli bu narsa. Dastlabida biz tamtirdik, hatto o'zimizning odamlari, o'zimizning tashkilotlardagilar qo'pab buni ya irqiy qirg'inchilik desak bo'lmaydi, baniyat qirg'inchilik deb o'zimiz buni suyuldirib bergandik. To'g'ri. Shu insonlar bor oramizda. Bizga dars berdi hozir. Siyosatdan dars berdi bizga. Mana endi hozircha degan vaqtida
bu o'zimizningki bilib bilmay inkor qilgan narsamiz Xitoylarning qo'li orqali texnikum zo'r darajada inkor qilinayotdi hozir. Bu kelgusida bu bizga qilinayotgan ikkinchi cho'ng qirg'inchilik. Irqiy qirg'inchilikni inkor qilish yoki uni unutuldirish yana bir xil irqiy qirg'inchilik. Bu texmi qabiy bo'ladi. Yahudilar buni ikkinchisini boshdan kechirmadi. U unutilmadi va unutuldirilmadi. Bizning ham unutilyotidi, ham unutuldirilyotidi. Hatto o'zimizning orasidami hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bir so'rin deb baqing hozir siz. Uyg'urlar yig'ilgan bir so'rin deb baqsangiz, Uyg'urlarning chiroyini rasmga tortilib, shu vaqt da'vat qilgan vaqtingizni analiz qilib baqing. Bezorlik tuyg'usi bor ba'zilarning chiroyida. Bu qo'rqinchli bu. Ya'ni nima ish deysa u gapni deb. Albatta, psixologik nuqtadan men tushunaman azroq. Ya'ni hammamizning ko'ngli bu so'zni desak, bu azobni qayta tetsak, xuddi yerni qayta tatlab qanatqanga o'xshaydi. Uni tushunaman. Ammo uni o'zimiz unutib qolsak yoki dushmanimiz bilan birlashib turib uni unutish urinsak, bu vaqtda haqiqatan bu ikkinchi irqiy qirg'inchilikni o'zimizga bilib bilmay qilgan bo'lamiz. Dushmanimiz bilan bo'lgan farqimizni yo'qotamiz va bu shu irqiy qirg'inchilikninki qurbonlarga necha millionlagan Uyg'ur qatorliq Sharq Turkistonliklarninki shu ularninki hayoti va ularninki Xitoy tarafidan qilingan ziyonkashliklari va xo'rliklari va jazolarga nisbatan oqlashib qolgan bo'lamiz. Bu o'zimiz bilib bilmay o'zimizning qarindoshlik qilingan xiyonat bo'ladi bu. Shunga gapim qaytib kelsam, bizningki Aqtash kitobimizda irqiy qirg'inchilik to'g'risida prinsipal xarakterlik analizi bor. Ammo bu irqiy qirg'inchilik elib berilayotgan ekan, buningga qarshi faoliyat to'xtab qolsa bo'lmaydi. Unutilishga texim bo'lmaydi. Xitoy o'zimizning dushmani, o'zimizning qotili unutuldirayotgan bir narsani biz unutib olsak, o'zimizga o'zimiz qotillik qilgan bo'lamiz. Azoblik tushunaman. Ammo unutmaslik, buni unutuldirmaslik bizningki burchimiz. Buningki birdan-bir siyosiy yo'lning birisi bizning mustaqilligimizni asliga keltirish. Mustaqilligimiz asliga kelmagankan, qachon qo'limizga kelmaydi ekan, biz irqiy qirg'inchilikdan qutulanmaymiz. Bugungisini qutulanmaymiz, kelgusi yuz bergandan qutulanmaymiz. O'zimizga mustaqil bo'lmay turib, o'zimizning jinimizga o'zimiz ega bo'lolmaymiz. Mana bu Aqtash kitobida ilgari surilgan asosliq shu irqiy qirg'inchilik cho'rdab ilib berilgan asosiy muhokimaning bir qismi. Mening javobim shu tugusin hozircha. Rahmat. Siz degandek irqiy qirg'inchilikni qilib bo'lgandan keyin uni unutildirishning o'zi texim azob tarixda ko'rilib boqmagan, hatto Ikkinchi Dunyo urushidagi Yahudilarning beshiga kelgan kundanmi ortib ketgan bir xil holat deb tushundingiz. Pek to'g'ri bo'ldi. O'zimizning insonlarmi hatto buni qabul qilishni xohlamaydigan, o'ylashni xohlamaydigan, deyishni xohlamaydigan, hozir turmush qanday bo'lsa shunday o'tkazishni, unutib ketishni loyiq topgan bir xil holatga yetib qoldik. Bu agar biz unutib ketishni tanlasak, bu pek cho'ng jinoyat bo'ladi. Biz chet elda qurilgan bir kichik oshxonani unutib ketmaymizki, voy lag'minanda yaxshi ekan, Uyg'ur madaniyatini manda tunishtirib deb qattiq Uyg'urligimizdan faxrlanib ketamiz. Shuni hayron qolaman men. Bizning beshimizdan kechirgan ashishlarni unutib ketsak, Uyg'ur bo'laveramizmi? Bu aqlga sig'maydi. Shunchalik odamning badliga, shunchalik shehidlarning shunchalik azob uqubatning badliga biz uni qarab turib unutib ketsak, bu biz qanday Uyg'ur bo'lamiz ekan, qanday Sharq Turkistonlik bo'lamiz ekan, uni bilmayman. Hamda mushnaqa dal mos kelgan, hatto bizningki irqiy qirg'inchilik xotir kunimizningki namoyishi bor. Nimada bizning DC'da o'tkazmoqchi, qattiq cho'ng qarda yog'moqchi ekan. Agar ashaga berish imkoniyatli bo'lsa, biz hozirda uni kechiktirmadik va yoki boshqa kunga o'tkazmadik. Chunki dal 19-isla Amerika hukumati bizning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan buni. Biz shu kunni xotirlaymiz. Xotirlaymiz. Shuningga Amerikadagi hammalarning chiqishini umid qilamiz. Menimcha buni Kanadada ham qiladi deb o'ylayman. Bo'lsa dunyoning hamma yerida buni qilishimiz kerak edi. Asli bizning bir inson bo'lish, bir Uyg'ur bo'lish, Sharq Turkistonlik bo'lish burchimiz edi.
üstümüzdeki qarzımız edi. Bunu qilsak, bizning vijdonimiz ozroq bo'lsin aram topilgan edi. Hamda bugun biz bu o'zimizning suhbat temasini aqtashlik kitob va boshqalar dedik. Boshqalar deganda hozir o'ttirda turayotgan Taylanddagi 48 Uyg'urning qaytarilish masalasi ustida to'xtalsak deb o'ylayman. Shunday bir xabar chiqqandan keyin taraf-tarafdan inkos bildirildi. Hukumatimiz bu Uyg'urlarning qaytarilishi qarshi turdi va bo'lsa bu Uyg'urlar qaytarilmasi kerak deb qat'iy talab qildi. Ham boshqa davlatlarga kafolatlik qilib siyosiy panohlik tilashga o'tkazilishi kerak deb hukumatdan biz o'zimizniki maydonni bildirdik. Undan keyin Taylandningki mudofaa ministri chiqib, biz buni qaytarmaymiz, undaq ish yo'q degan ifodasini bildirdi. Siz bu ishlarga bir o'zingizning fikrini berib qo'ygan bo'lsangiz. Bizning fikrimiz hukumatimizning bayonotida iliq o'tirib qo'yildi. Bunga qat'iy qarshi ekanligimiz ta'kidladik. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un odamlar diqqat qilmagan yana bir nuqta bor. Ham diqqat qilmayotgan yoki qildirilmayotgan yana bir nuqta bor. Bu nuqta Turkiyadagi Uyg'urlarning tutilishi va qaytarilish masalasi. Bu ikkisininki teng vaqtda bo'lishi bizning diqqatimizni qo'zg'aydi. Bu masalani biz kuzatyapmiz. Bu vaqtda men so'zimga o'tiray. Hamda bu vaqtda Amerikaningki bo'lg'isi tashqi ishlar ministri Marco Rubio efendim intayin keskin iboralar bilan o'zining maydonini ifodaladi. Bu biz uchun oz-to'la umid bag'ishlaydigan bir uchur bo'ladi. Mushu dushanba kuni Amerikaningki yangi bir prezidentlik Trumpningki yangi gruppasi xizmatga tushidi. Ben bu to'g'risida to'xtalay, ammo gapga kelay. Taylanddagi 48 qarindishimizningki Osiyada qabul qilishi cho'ng jihatdagi Suriyaningki, hozirgi Suriyadagi Xitoyningki o'tganda men qatam to'xtalib o'tgan Suriyadagi cho'ng bir planning bir qismi edi. Buningda bular turli sabablar bilan Turkiya orqali Suriyaga o'tmay qolgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Bularning hayoti haqiqatan etinchlik va xatar ostida. Her vaqt Xitoy hukumatiningki qaytarib ilish, qaytarib olgan vaqtida Xitoy hukumatiningki bularga nima qilganligini bilamiz. Bu orqali ro'yimizni Xitoy hukumati yana bir qatam vayron qiladi. Ya'ni deydiki, sen nerede bo'lsang, sen mening olqinimdan qochib qutulolmaysan deydigan bir rezil bir uchurni hammamizningki yurkini mujish orqali hammamizga yetkazdi. Bu ham bizningki bayonotimiz, hukumatimizningki Sharq Turkiston Respublikasining bayonotida deyilganidek, bu hem bizningki bu kelgusdagi Sharq Turkistonliklarningki intayin g'azabini qo'zg'aydigan bir ish. Bunga biz qat'iy noroziligimizni bildirdik. Andan yaxshi bir yeri chet eldagi Sharq Turkistonlik ba'zi qarindoshlar va tashkilotlarningki bu vaqtdagi olib faoliyatlari o'zi qo'ldan keladigan doirada amaliy faoliyatlar olib bu alqishlashga tegishli ish. Garchi bu bir plan ostida elib berilmagan bo'lsa-mu, partizanistga hammadan o'zining bilgani bo'yicha olib bo'lsa-mu, elim shunda olib beryapmiz. Uzun yillar bo'ldi buningga. Yanılar alqishlamay amal yo'q. Realligimiz bu. Endi Turkiyadagi masala keladi. Turkiyaninki Suriya masalasida va hozir İsrailiya bilan bo'lgan bag'ansiri ishiyotgan nemisida ziddiyatlarda Turkiya Xitoyga yalvirib, Xitoyningki nemisini qo'lga keltirish uchun Uyg'urlarni tutishdan iborat shunday bir o'yinni o'ynayapti hozir. Bu mening shaxsan analizim bu. Turkiya qachoniki Xitoy ehtiyoji bo'ladi ekan, Uyg'ur kartini o'ynashga, rezil bir kartni o'ynashga boshlaydi. Amaliyotda biz Türkiye tutulayotgan Uyg'urlar necha 10 emas, necha 100 Uyg'urlarning maxfiy tutilayotganligini anglayapmiz hozir. Bu jihatda Sharq Turkiston sürgünti hukumatidan boshqa hech qanday bir tashkilot buningga ifoda bildirmayapti. Nima uchun? Buning sabablari bor. Ifoda bildirilmaydi. Turkiyaning ishligiligi shunday bo'lsin, sirtidagilarning turli shakllarda Turkiyaga boradigan, keladigan ishlar bo'ladi, qatorliq nurg'ilgan murakkab sabablar bor. Bu to'xtalmayman. Ammo bu bizningki nəhayət kelgüsdə ciddi diqqət etibarımız. Xuddi Taylandliklərinin təqdiri qandaq ciddi bolsa biz üçün Türkiyədəki Uyğurların təqdiri şundaq болады. Onun üstüge O'rta Sharqdagi vaziyati qancha keskinlashsa, jumladan Suriya vaziyati keskinlashib, Turkiya bilan Isroilga o'tirishga hozirgi ziddiyat
ma'lum der to'qinish ustiga kirsa, buni Trump agalandırdı qasi kuni. 5 kun bo'ldi buni agalandığına. Türkiye'nin açığını keltirmanglar, Türkiye'nin açığı kep qaldırgan bolsa, bu çoğ bir dunyoviy urush masalaga aylanib qoladi dedi. Trump dedi bu gapni. Yani Trump'ın qanday qildiganligi turibdi so'ncha biz nima qildiganligini bilmaymiz. Aba bir taxt o'ltasin u, xotirjam o'ltasin. Ammo bu yerdagi muhim bir nuqta, Turkiya tarixdan beri o'zining manfaati uchun Uyg'urlarni setib kelayotgan bir davlat bu. Tarixdan beri. Hozirgi vaqtda Isroilga iborat g'oyat zo'r bir kuchga qarshi turish uchun bo'lsa-mu, Turkiya Uyg'ur kartini o'ynagandimi razillarcha o'ynashdan ayonmaydi. Turkiyani hech kim to'xtatib qo'ymaydi. To'xtatib qo'ymagan ham tarixdan beri. Shunga men chet eldagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarningki Turkiyaninki ichidagi Uyg'urlarning taqdiriga jiddiy diqqat qilishiga tavsiya qilaman. Bizning hukumatimiz, jumladan bizning hukumatimiz bu taraqqiyotlarga intayin jiddiy diqqat qilayotgan birdan-bir chet eldagi birdan-bir organ. Bunda deyishki bo'ldi. Ya buningga qarta bayonot berayotganmi, buningga qarshi turayotganmi? Turkiyaning jumladan Erdo'g'anninki hozirgi hukumatiningki Sharq Turkistonga qilayotgan xiyonatiga baho berayotgan va uning qarshi turayotgan, uni ayblayotgan birdan-bir organ Sharq Turkiston sürgün hukumati. Buni kimi davomlashtiramiz. Turkiyaninki qarindoshlik nomi bilan, atalmış qarindoshlik nomi bilan o'zining qarindoshlariga satqinlik qilishiga hargiz ko'z yumib turolmaymiz. Bizning prinsipimiz mana bu shu. Oq bilan qordek nayt aniq prinsip bu. Bu savolga beradigan javobim shu. Rahmat, pek yaxshi javob berdingiz. Bir ishning bizni yuzakilla yerini ko'rsak bo'lmaydi. Aql va tafakkur bizga davomli yer bo'lg'ay. Endi bu qatam siz degandek Rubio o'zininki xizmatini tizimlashtirish yig'inida yuqori palatada o'zininki siyosatlarini, kelgusi bo'lgan siyosatlarini sharhladi. Endi bu biz siyosat qilayotganda siyosatni cho'qim tushunishimiz kerak. Esingizda bo'lsa 4 yil burungi ahvol bilan Amerikaninki, bularmi dunyoning modeli, Xitoyni tonish bilan hozirgi ahvoli qat'iy o'xshamaydi. 4 yil burun Muşundaq o'rinda o'ltirdiganlar nima deydi desa, Rossiya eng chong dushmanmi, Amerika Xitoymi deb talishdi. Burungi Baydenninkisida bular Rossiya chong dushman deb mana hozirgi ahvolga va urushlarning bo'lib, hozirgi ahvol yuzlanishiga bir sababchi bo'lgan. Endi bu qatam Rubioninki so'zida biz siyosat qilayotganlar bo'lgankan alohida diqqat tortadigan yeri bu Xitoylar Belki Xitoylarning Kommunistik partiyasi biz hozirgacha uchrab boqqan barliq dushmanlarimiz ichidagi tiqi ko'rib boqmagan eng yomoni. Biz buni qiyosmi qilamidik? Buning bizning kelgusida bizga keltiradigan ziynni bizda qiyos qilib ulgurmidi degan gapni qildi. Ham ular dediki, Xitoy Kommunistik partiyasini biz xalqaro sistemaga kirgandan keyin ular har qanday bir ishda o'zining foydasiga ishlab, o'ziga kelgan majburiyat va majburiyatdan va o'zining burchidan qanday uni bija keltirmadi. Uning o'rniga bostirish, yolg'onchilik qilish, hakerlik qilish, o'g'irlash deganga o'xshash butun qo'ldan keladigan barliq razillikni ishlatib, dunyoninki haddidan cho'ng super powerga aylandi. Darajadan tashqari super powerga aylandi. Dedi, ondan keyin bu bizningki badilimizga va o'zining xalqining badiliga to'xtadi degan gapni qildi. Buni bundaq bu yerda mening alayda eskartishim, mushunchalik bir qarashga kelishning, Xitoyni mushunchalik bir tushunishninki hozirgi dunyoda mishak kelishning o'zi pek cho'ng ish bu. Buningdan keyingi natijasini qanday bo'lganini garchi biz hozir chiqib bilmasakmi, kam deganda official mushtaq bir hukumatninki mushunchalik o'rinda turib, Xitoyni mushunchalik bilmagining o'zi pek cho'ng ish. Endi bu yerda Rubio Knight bir savolga javob bergan chaqda Xitoyning degan gapini bevosita inglizcha tarjima qilib anglasang, sen uni tushunmaysan degan tilining ostidagi tilga qarashing kerak. Asli nima demoqchi bo'lganini bilishing kerak degan gapni qildi. Demak, Xitoyni bilishga dunyo yuzilyotidi, bilyotidi. Mushundaq bir kuch chiqsa, dunyoda bir odillik bo'lsa deb o'ylaymiz biz. Bizning kuchimiz bilan dunyodagi haqqi intilguvchilarning kuchi bilan birlikda bizning taqdirimizda o'zgarish bo'lgan deb. Siz boy degandek bizningki irqiy qirg'inchilik, hatto irqiy qirg'inchilikni qiyg'inning o'zi unutildiryotidi. Mushundaq bir ahvolda bu bir bizga kichkina bir umid beradigan taraf ekan. Shuni men Rubiyani gapdan qo'shib deb qo'ydim. Men Rubiyaniga bir gapni ketib qo'yay.
Hmm. Ma nimaning bir gapi bor, ko'ngilning bir gapi bor. Bir narsani tushunishni ilgari u narsaga nisbatan ching ming degan bir gap bor. Ching degan gap durustlikdagi ching, ming degan gap Hmm. ism degan ming. Bu degan Evet, gap doğru. to'g'ri atash kerak degan gap. To'g'ri atab, Hmm. to'g'ri nom bermak kerakda. Amerika hukumatiningki Xitoyga bilan bo'lgan munosabati, Amerika bilan Xitoy o'rtash munosabatga ta hozirgacha to'liq va uzil kesil aniq bo'lgan strategik va atalg'i to'liq to'g'ri bir nom, ya'ni ta'bir berilmay keldi. Birdam qo'pidi Hmm. bizniki anaqa raqobatchimiz deydi, birdam qo'pidi bizniki hamrohimiz deydi, birdam qo'pidi Hmm. bizniki anaqa ashaddiy bizniki bizga kelayotgan xirist deydi qatorliqlar. Hamda buning o'zilla Amerikaningki siyosatidagi nurg'unlagan aniqsizliklarni, ta'virnishlarni, loyihazalliklarni bildiryapti. Hamda Marco Rubio'ning gapi bu qitim bu bir tashqi ishlar ministri, bo'g'iq tashqi ishlar ministrining bu gapi nihoyat kuchli tarzda aniq bo'lgan, ya'ni bizning dushmanimiz degan bir xil ta'bir, garchi dushman degan gap degan bo'lsa-mu, ammo uning gapi yana bir gapi bor, uning nihoyat diqqat chekadigan. Ya'ni u dedi, agar bu shunday davomlashaversa 10 yilga qolmay biz Amerikada bizningki qaysi dorini ishlatilganligimizdan tortib, qaysi kinoni ko'rdiganligimizni Xitoy belgilab berdi deyapti. Doğru, doğru. Bu inoyatchi bir qo'rqinchli bir gap. Bu qo'rqinchli gap. Amerikaningki bu holat kuchib kelishida Pfizerga o'xshash cho'ng Xitoyparast nachil intan qarang'i bo'lgan bir dori shirkatlaridan tortib, boshqa nurg'ulg'an korporatsiyalar bor. Amerikaningki manfaatiga nim qilgan. Hamda xiyonat qilgan yoki uni qarshi chiqish qilgan. Hamda Amerikaningki Rubio, ya'ni shu Trump davrida Amerika hal qilg'uch hayot mamatliq ehtimol yana desam shu gap oxirgi bir kurashga kirdimdi. Ya'ni bu kurashda halaqa hech qanday arsaldilikqa, ta'virnishga, ikkilinishga, loyihazallikka o'rin yo'q. Buni Rubio aniq o'ttirib qo'ydi. Trump'mı aniq o'ttirib qo'yishga majburlanadi. Chunki Xitoyning hozir Amerika ma'lum jihatdan, ma'lum sohalarda mudofaa o'rniga tushishga boshladi Xitoyning oldida hozir. Burunqidek aktivlik o'rinda hujumchan nimadan hozir bag'ansiri mudofaa o'rniga tushishga boshladi. Hamda bu biz uchun mayli kelgusi qanday bo'lsin, biz uchun nihoyatda ma'lum bir fursatlarni yaratish mumkin. Chunki Xitoyningki hozirgi dunyoni BRICS'dan iborat, ya'ni Xitoy davlatlaridan iborat bir ramka orqali Amerikani qamal qilish siyosati Amerikaning nervisiga tekkan vaqtida Amerika qo'zg'aldi. Amerika ma'lum jihatda ilib o'tgan vaqtida bir hozircha mandachilib bersak, loyihazal shirga o'xshaydi. Hozir bu shir taraf-tarafga hujum qilinayotgan vaqtda bu shir o'zini asli qilib qaytarim hujum o'tashga majburlandi. Men shunda ko'raman. Anglo-saksonlarning ro'yida bir shirliq bir ro'y bor. Men buni ishonaman. Mush nuqtada ilib o'tgan vaqtda Amerika tashqi siyosatida Xitoyga nisbatan uzul kesil bir harakat qo'llanishga majbur bo'ladi. Hozir bo'lmasligi mumkin. Kelar yil bo'lmasligi mumkin. Ammo hamon bir kun majburlandi. Hayot mamatga kirgan vaqtida. U vaqtda bu shir o'zining loyihazalligini tashlashga majburlandi. Shu vaqtda bizningki Sharq Turkistonninki kelgusimiz haqida yangi bir sahifalar ochilishi mumkin. Buning uchun men xalqimizni yanada savrchan bo'lishga va bizningki o'zimizningki hozir olib berilayotgan, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi qarshiliklarni bir minut to'xtatmaslikqa va o'ziningki vatanninki mustaqilligini asli keltirishdan iborat birdan bir chiqish yo'lini bir minutni yo'qotmaslikqa tavsiya qilaman. So'zim tugadi. Rahmat, ketsin-ket rahmat. Yana bir qatam takrorlaylik. Atki namoyishga hammamizningki amal baloninki chiqishini umid qilamiz. Bugun vaqt munosabati bilan suhbatimiz mushakcha davomlashdi. Ammo bizniki bu Oqtashli kitob to'g'risida suhbatimiz yana davomlashadi. Chunki biz birinchi bobni tugatdik. Ma'lum efendimning davomli avar qilamiz. Bo'lsa biz amal va to'g'ri yig'inchoqlab shu Oqtashli kitobni biz ko'rmanlarga yetkazsak deb o'ylaymiz. Ammo eng yaxshisi kitobni o'qigan yaxshi. Boshqa kitob, boshqa tildagilarim kelyotdi, yo'l ustida deb qaraylik. O'qigan yaxshi. O'qisak buning ichida nurg'un narsalarga erisha olamiz. Kelar qatim yana mush vaqtda, o'xshash vaqtda
mush söhbətimizningki oxiri davomlashadi. Bugungi ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh qamanin. Xayr.